Ryan Demirova bilan qanaqa tanishgansiz? O'zi Ryanni ismi Iroda. O'zi u haqida ko'p ma'lumotlarni faqat men bilsam kerak. Bitta tanishim tanishtirgan. O'shandan beri bu qiz meni tinch qo'ymaydi. O tanish hozir o'rtadan yo'q, chopilib ketgan. Bizdan tanishtirgan. Ba'zida odamlar bir-biriga yaxshilik qiladi, yaxshi odamlar bilan tanishtirish uchun. Bu qiz meni tinch qo'ymaydi. Mana tishimni oldirgani kecha birga boruvdi. O'zi tish doktori topib beruvdi. Bugun nastroyenam yo'q desam, yuring deb turib, meni hozir mana kofe olib beryapti. Brak yoniga boraman buni. Brakoskop. Nima edi? Sen qachon tinch qo'yasan meni? Erga tegib ketganingizda. Ikkalamiz ikki xil dunyomiz, lekin qanaqa qilib chiqishamiz bilmayman, to'g'rimi? Yo, yaxshi qiz. Bizning ruhimiz shay. Sen o'zing ruh arkadaşız. Yaqin. Yo'q, hayır, yo'q, shay nima? Turkcha gapirib til aylanib qoldi.